Brad Uzbek. Qoyil. Ana O'zbekistonning mehri, O'zbekistonning madaniyati qanchalik insonlarga ta'sir qilyapti ko'ryapsizlar. Amerikaliklar ham mana o'zbek bo'lib ketishyapti. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir jahon chempionatiga otlanib turib, Amerikaga yo'l olib, lekin bizning yurtimizda ham amerikalik sportchilar musobaqada qatnashib qaytishayotgan ekan. Shuni shohidi bo'lib turibmiz. Bitta samolyotda uchib ketyapmiz. Marhamat tanishinglar. Mr. Brad Toshkentdagi Turon festivali g'olibi bo'lib, kamar bilan qaytayotgan ekanlar. Juda ham katta tarix bu. Futbol jahon chempionatiga ketyapmiz. Milliy jamoani qo'llab-quvvatlagan. Lekin bu yerda Amerika jamoasi bizda kamar bilan qaytyapti. Qaranglar qanaqa sportdagi sabitchalar, qanaqa chiroyli tarixlar. Бред, вы про себя немножко расскажите, как прошел турнир? Ассаламу алейкум. Мой зовут Бред Пастори. Я американский кучевник. Я бой много стран. Москва, красный бой, ММА боец, One Championship ММА. Вчера я бой Туран World Championships 2026. Это championship. Да. Узбекистан, я люблю Ташкент, я люблю Узбекистан. Боец ММА, боец Туран, Пацовский. Неважно, я люблю бой. Спасибо большое ITF, Туран, Федерация. Спасибо большое. Рахмат. Я люблю историю, статую Амир Тимур, музей. Я люблю это. Да, плов. Я люблю плов. Лошадь, мясо. Казы. Да, казаки, киргиз. Have you a friend in Uzbek? Many good friends in Uzbek. Много очень, I think. Мой друг Ilham Nazimov, champion Ryzen MMA, Ryzen Japan. Thank you, bro. Спасибо, Рахмат. Good luck. Спасибо. Very good Russian too. Thank you. My coach is at Tiger in Phuket. Mana azizlar, haqiqiy tarix. Nyu-Yorkka ketayotganimizda yana bitta katta suvchi zo'r anaqa guvohiga aylandi. Turon bo'yicha Toshkentda chempion bo'lgan amerikalik sportchi ana birga uchyapmiz. Azizlar, uchaylar boshlandi.